kohna bozor. Kimdir zordur, kimdir bezor. Yugurgan Xitoydan yana bir fura yüklerimiz geldi issiqqina. 4-2 o'tgan safar videoda chiqarganimizdan. Bunun içinde tak 350 dana bor. 350 dana. 4 oyaqli, sifati zo'r, motorlardan vobshe gap yo'q. 5,5 kilovatli motor. Tayyor geldi. Az ballab dağılasa taxlashni boshlaydi. Ishora tushirib bosaveradilar. Kimga qiziqarli bo'lsa, zakazni beraverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastlabkilarimiz yetib turibdi. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, direkt olaman degan bo'lsanglar, ne furasi bilan geldi. Yana bir fura yo'lda kelayotir. Iz uzilmaydi, xudo xolasa. Zakazlarimiz ko'p berilgan. Xitoy zavodi to'xtamay kelaveradilar. Bizning manzil Qoraqalpog'iston Respublikasi 4 tuman. Kartanıza girib turib, firma magazinda yozsangiz chiqaveradi. Xohlasangiz kelaverasiz, xohlasangiz O'zbekiston bo'ylab dastlab ketaveramiz. Aksiyamiz yetib turibdi. Bahosini keladigan bo'lsak, eng arzon baho O'zbekistonda 2,2 ming so'm. Faqat men sotaman. 2,2 ming so'mdan shunday drabilkini tushirib bosaveradilar. Zakazni beraverasizlar. 2,2 ming so'm, podark samba, zakazni beraverasizlar. Yana issiqqina sizlar uchun.